Assalomu alaykum. Siz bilan Horiyanvar. Siz bilan bir anglashim to'g'risida bo'lishmoqchiman. Bugun fitnessga bordik va biz u yerda shug'ullandik va shunaqangi shug'ullanish davrida shunday insight keldi. Shu insight bilan siz bilan bo'lishmoqchiman. Har bir inson masalan tanasi o'ta umumiy bo'ladi, o'ta aqlli bo'ladi. Lekin biz miya bilan boshqarmoqchi bo'lamizda. Endi bu juda ham katta asnovaga ega, ya'ni buni fundamentlari bor, ilmlarga asoslanib gapiryapman. Haligi sayoz qaramaymiz. Endi bu yog'i. Mana masalan kimdadir ko'krak qismi juda ham katta semirib ketgan. Yana kimnikidir qorin qismi semirib ketgan. Yana kimnikidir tas qismi semirib ketgan. E'tibor beringda. Nima uchunligini hamma tomonlama keldida anglash nima uchunligi. Ba'zi bir insonlarda mehnat qilamiz va yaxshi gap eshitishni istaymiz. Mehr. Va bu mehrni o'zimizga to'plagimiz keladi. Ya'ni bizga ham qilgan mehnatimiz uchun shirin gapiradimikan, bizni tan oladimikan, bizga mehr ajratadimikan degan paytimizda yoki bo'lmasam bizda juda ham mehr energetikasi kuchli. Va biz farzandlarimizni katta bo'lib ketgan bo'lsa ham ortiqcha mehr berganimizda mana shu joylariga ham ular haqida xuddi yosh bolani qanchalik darajada parvarish qilishimiz kerak bo'lsa o'ylayapmiz, ortiqcha o'ylayapmiz. Biz shu vaqtda ham ko'krak qismimiz albatta kattalashib ketar ekan. Nimaga? Chunki onalar emizikli bo'lgan paytida unga sut keladi. Bizga endi muskul keladi, yog' keladi. Yoki bo'lmasam kimdandir kutyapmiz va o'sha mehrni o'zimizda ushlab qolgimiz keladi. Biz esa bugun oldikmi? Bugun o'shani berish. Chunki biz bu dunyoga shunday insight keldi, juda ham kuchli. Omonatmiz. Oldikmi, bir narsani oldik va o'sha narsani e'zozlab, ishlatib, rahmat deb yana joyiga qo'yib qo'yishimiz kerak ekan. Shuni insight qildimda. Ona tabiat, ona yer mehribon. Biz undan mehrni olib va biz unga qaytarib berishimiz kerak ekan. Biz undan oldik va kimgadir mehr berdik. Biz to'plashimiz shart emas ekan. Biz to'plashni xohlaganimizda bizni ko'krak qismimiz mehr kerak menga, mehr beringlar menga, men mehr talabman, men shuning uchun o'lib qolgidek, endi kuchim yetsa yetmasa oxirigacha tilim osilib qolgidek mehnat qilishga tayyorman. Samglam